Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Biz navbatdagi xonadonimizga keldik. Xonadonimizni xudo xolasa patologdan poligacha opshi yuvib, tozalab topshiramiz. Sokilarni ko'rsatib yuboring birinchi navbatda. Sokilarga kapusta granitimizdan terilgan. Kapusta granitimiz sokilimizni choklari oqarib, choklariga surkalgan kiliklarini ranglari ocharib ketgan, pushti rangga kirib, uzoqdan qaraganda ham bilinadigan bo'lib qolgan. Uy egalari aytishdiki, mana shu chokidagi kiliklarni tozalab, olib tashlab, o'rniga bir boshqa spesialniy chok uchun chiqarilgan biron nima surkab, menga xullas choklarni yo'qotib bering deyishdi. Biz xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Chokidagi kiliklarini, sho'rlarni yuvib, tozalab, olib tashlab, qirib, tozalab turib, uni o'rniga granitli choklar uchun chiqarilgan zatirkadan surkab, ranglarini ham qizil qilib, patbor qilib, choklarni bilinmaydigan qilib, xudo xolasa surkab, orqasidan original lakdan surkab, yaltiratib, chiroyli qilib topshiramiz inshaalloh. Keyin mana patologiyada ko'rsatib o'ramiz. Patologimizga alkafon qilingan molochnisidan chiroyli qilib, однотонный qilib, bu patologiyalarni ham sliflari bilan chiroyli qilib yuvib, fasadlarni ham yuvib, polni ham mana 60 ga 60 kafir terilgan pollarni yuvamiz xudo xolasa. O'rtaga ko'rsating, fontan qilingan. Nimalar qilib, chiroyli qilib fontan qilingan. Mozaykalari ham o'ziga yarasha qilib chiroyli qilib tanlangan. Mozaykalari ham e'tibor beringlar. Tabiiy toshlardan qilingan, tabiiy toshlardan. Buni ham xudo xolasa yuvib, tozalab turib, orqasidan original lakimizdan laklab, yaltiratib beramiz. Va hovlimizni bu tomonida letniy oshxonamiz bor. Letniy oshxonamiz bor. Bekka klinker bilan angoladan terilibdi. Uni qop-qora qilib, chiroyli qilib. Angola ham mana o'zi ko'rib turibsizlar. Choklari o'zi oqarib qolgan, toshni o'zi ham sal oqarib qolibdi. Buni ham tozalab yuvib turib, qop-qora qilib, laklab, chiroyli qilib topshiramiz va bitgan holatlarini inshaalloh videoni oxirida qo'yib, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Bitta baho berib qo'yasizlar inshaalloh. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu xonadonimizdagi ishlar ham o'z yakuniga yetdi. Sizga ham xuddi mana shunaqangi komfort xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling va ushbu videoni xonadonni yuvdirib tozalatmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Kokant Comfort Cleaning, komfort tozalikka biz bilan. It's hard to find the one you should be holding tight when it feels right. I looked inside and now I